Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Mana bugun chiqaradigan videomiz Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglariga oziqa berish va qay holatda oziqa berish hamda oziqa berishdan oldingi qiladigan ishlarimiz to'g'risida qisqacha video qilib o'tamiz. Bu videoni mana bioreaktorlarimiz misolida bir qator aka-ukalarimizga ko'rsatib boramiz. Bioreaktorimiz ustini somon bilan yopolmadik. Shunday bo'lsa-da bir qator tagini ko'rsatib o'taylik. Mana bu tezak holatdagi molni go'nglari. Tezak holatdagi molni go'nglarini ham mana ichiga cho'lchanglar kirib yetgan jarayon. Siz ko'rib guvohi bo'lib turibsiz. Mana usti tezak holatda bo'lsa ham, lekin mana tagi granula holatiga keltirib tashlagan cho'lchanglarimiz. Tagidagi cho'lchanglarning bir holatini ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsiz cho'lchanglarimiz holati. Bu joyimizda oziqasi qolmadi. O'shaning uchun hammasi mana tepa holatida mana shunday zich holatda chiqib olgan. Endi qiladigan ishimiz bu usti tezak holatda bo'lib turadi, chunki namlik tegmagan. Cho'lchang 70-80% namlikda ishlaydi. Mana bu tezaklar nam bo'lganda erib cho'lchanglarga oziqa bo'lib boradi. Shu usti holati qolgan. Ustini somon bilan yopmaganimiz uchun endi qiladigan ishimiz bir qator bu og'darilmagan joyimiz bahor mavsumida. Birinchi og'darishimiz. Chunki oziqasi yetarli darajada bo'lgancha og'darilmagan. Endi bu bioreaktorlarimiz bir qator yaxshilab og'darib, tagini ustini tagiga qilib, bu tezaklarimiz ham tag holatiga tushib oladi. Shunda bir qator yaxshilab og'daramizda. Mana bioreaktorlarimizda cho'lchanglar ishlamoqda. Bioreaktorimizda esa mana ustini torsetka bilan yopganmiz. Og'darganimizdan keyin mana bu molni go'ngi 3-4 oydan o'tgan, bir qurib olgan desa ham bo'ladi. Lekin tagi qizigan, juda bir yaxshi holatdagi go'ng. Shu go'ngimizni cho'lchangga berishdan oldin bir qator mana bu yoniga tushirib balandligini где-то bir 40-50 sm qilib yoniga tushirib olib, keyin ustidan mana shlanklar yordamida yaxshilab 40 minut, 45 minut davomida suvni beramiz. Shunda namlik yaxshi berilgandan keyin cho'lchanglar oziqasi, namligi yaxshi holatga keladi. Shu qatorda bundagi endi tagida sal svejiy go'nglar ham bo'lishi mumkin. O'shalar zardobi yon atroflarga chiqib ketadi-da, bu cho'lchanglarga yaxshi oziqa bo'lib qoladi. Shu videoning davomiyligida bir qator yoygandan keyin yuvayotgan jarayonlarni, keyin shu boyagi cho'lchanglarimizga berilayotgan jarayoni hamda cho'lchanglar bu yangi oziqalarga necha kundan keyin chiqqan jarayonlarni ham siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib boramiz videoning davomiyligida. Go'ngni holati juda zo'r holatda, boya aytdik, ichida bitta tagida svejroq go'ng bo'lishi mumkin. O'shalar zardobi cho'lchanglarga zarar keltirmaslik uchun bir qator go'ngimizni yaxshilab yuvib olamiz. Cho'lchanglarga berishdan oldin. Keyingi jarayonida yoniga tushirib oldik, o'zimizga keraklicha bo'lgan molni go'ngini. Keyingi holatida mana shu holatda 40-45 minut davomida yaxshilab namlik bersak, cho'lchanglarga zarar keltiradigan har qanday zardoblari ichidan chiqib ketadi-da, cho'lchanglarga bemalol berish holatiga kelib qoladi. Mana shu holatda.
Keyingi jarayonda esa 40-45 minut suv berilgandan keyin mana yon atroflariga mana zardoblar chiqib ketdi. Buni unda 2 kun, 3 kunlab suv berib, to bu zardobi oqarib ketgunicha shart emas. Chunki sababi bu go'ngimiz qalinligini 7-8 sm atrofida qalinlikda bergandan keyin mana bu zardoblari o'zi peshab hisoblanadi. Yupqa yoyilganning hisobiga bu zardoblari, qolgan zardoblari ham hidi uchib ketadi. Shunday. Bir qator namligini yaxshi namlab olgandan keyin bemalol shu o'lchanglarga bersak bo'ladi. Qalinligini 7-8 sm atrofida qilib 15-20 sm qilib berib bo'lmaydi. Chunki bahor mavsumi agar qalin holatida beradigan bo'lsangiz, shu o'lchanglar tepasiga chiqqandan keyin tagiga tusha olmaydi. O'shanda nobud bo'lishi mumkin. O'shani oldini olish uchun qalinligini 7-8 sm berib 15-20 kun davom etadi. Masalan, bugun bersangiz, yana 20 kundan keyin yoki 15 kundan keyin go'ngni holatiga qarab yangi oziqalar berib borasiz. Cho'lchanglarning oziqasini xuddi mana shu holatda tayyorlab. Mana og'darish jarayoni boshlandi. Bemalol ustiga chiqib og'daryapmiz. Og'darish jarayonida cho'lchanglarimiz shunday bolalab ketgan. Ko'rinayotgan bo'lsa, yangi cho'lchanglar. Barcha joyi shunday. Keyingi jarayonda bioreaktorlarimizni bir qator yaxshilab og'darib chiqdik. 3 tasini reja qilgandik. Bugun ob-havo yaxshiligi uchun, ya'ni bulutli kun bo'lganligi uchun 5 tasini og'dardik-da. Og'darilgandan keyin siraz ustidan yangi oziqalarni beramiz. Sababi og'darilganda tuxumlari bo'ladi. Shular quyosh nurida kuyib qolishi mumkin. O'shani oldini olish uchun og'dargandan siraz ustidan go'ngni qalinligini 6 sm dan 8 sm gacha qilib beramiz. Og'darishning foydali taraflari: tag balchiqlanib qolishining oldi olinadi. Shunda cho'lchanglar tagigacha tushib, ustiga chiqib, yaxshilab sifatli bo'lgan biogo'mishlarni ishlab chiqaradi. Mana shu holatda ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Shu videoning davomiyligida, Xudo xohlasa, oziqa berilgandan keyingi jarayonda ham bir qator zakupkalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana oziqalari tayyor holatda, mana arvani olib qo'yganmiz. Hozir bir qator solib, mana bir boshdan berib kelamiz. Mana shu holatda. Bu og'darish har faslda boshlanishda bir marotaba amalga oshiradi. Ya'ni bahorda boshlanishda bir, yoz boshlanishda bir, kuzda boshlanishda bir, qishda boshlanishda bir. 4 faslda 4 marotaba ag'darilsa yetadi. Agarda buni har oziqa berganingizda ag'daraversangiz, cho'lchanglar qiynalib qoladi, ya'ni uya qurishga qiynalib qoladi. O'shaning uchun har faslning boshida bir marotabadan og'darilsa yetadi. Keyingi jarayonda esa cho'lchanglarga oziqani aravalarimizga solgan holatda mana yonidan chiqarib, ustiga mana shu holatda to'kib chiqyapmiz-da. Yonboshdan ustidan yurib bo'lmaydi. Ustidan yursa qotib qolishi mumkin, yana preslanib. Mana shunday bir tarafiga to'kyapmiz. To'kkandan keyin mana bu holatida yoyib olamiz ikki taraflarga. Yoyib olamiz ikki tarafga, mana shu holatida. Va ustini bir qator yaxshilab lapatkaga katman bilan tekislaymiz. Undan keyingi eng oxirgi jarayonida esa go'ngni berib bo'lgandan keyin ustidan 5 kun davomida kuniga bir mahaldan toki cho'lchanglar yangi oziqaga o'tib olguncha kuniga bir mahaldan 5 kun davomida suv berib boriladi. Suvni yaxshilab beriladi. Sababi suv ko'proq quyilganda
chuvalchanglar namlikdan ortib ketgandan keyin qochib yangi oziqalarga chiqa boshlaydi. Yangi oziqalarga moslashib, o'rganib va tuxum qo'yib ko'payishda shu holatda davom etadi. Buni tajribalarimiz davomida ko'plab kuzatganmiz. Shu avvalgi videolarimizni kuzatgan bo'lsangiz ham shunda ham bir qator shu jarayonlarni bir qator ko'rsatib o'tganmiz. Shu holatida to'kib ustini yaxshilab tekslab qo'yilgan jarayoni. Shu holatda bizning ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Keyingi jarayonida mana bioreaktorlarimizga oziqa berilgandan keyingi mana ikkita bioreaktorni kecha berdik oziqasini. 5-kuni ikkita, 4ta, 5ta bioreaktorlarimizdagi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglariga yangi oziqa berib, kuniga bir mahaldan suv bergandik. Hozir jarayonni kuzatamiz bir qator. Chuvalchanglar qani yangi oziqalarga qay holatda o'tibdi. 5-kuni bugun. Chuvalchanglarimiz yangi oziqalarga yaxshi o'tib boshlabdi. Bu birinchi bioreaktorimizdan. Endi ikkinchisini ko'rsatamiz. Bu nimadan dalolat beradi? Chuvalchanglarga oziqani yaxshi tanlangani hamda qaroni yaxshi bo'lganligi uchun mana shunday holatni bir qator kuzatyapsiz. Mana ikkinchi bioreaktorimiz. Mana shunday zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari yangi oziqalarga o'tib olibdi. Mana bu 3-bioreaktorimiz. Shu videoning boshini kuzatgan bo'lsangiz, chuvalchanglarga oziqalarni berayotgan jarayonni bir qator ko'rsatib o'tgandik. Shunday. Mana bugun oziqani 5-kuni suv berishimizni mana bugun chuvalchanglarga oziqa bergandan keyingi 5-kunda video qilyapmiz. Shu boshida aytib o'tdik. Yangi oziqalar berilgandan keyin chuvalchanglarga 5 kun davomida yaxshilab suv berilgandan keyin endi bundan buyog'iga namligiga qarab через degan 2 kunda bir, 3 kunda bir bersak bo'ladi. O'zingiz ko'rib guvoh bo'lib turibsiz. Chuvalchanglar yangi oziqalarga juda yaxshi holatda o'tgan. Mana bunda chalma holatidagi go'nglarga mana ko'rinayotgan bo'lsa, chuvalchanglarimiz o'tib boshlabdi. Mana bu 5-bioreaktorimizni ko'rsatish uchun shart emas. Mana shu holatda bizni ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Bizda hozirgi kunda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari hamda dehqon aka-ukalarimiz uchun esa Begums mahsulotlarimiz sotuvi davom etmoqda. Shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.